Hozir ketyapman men shu yo'lda qaradim, o'rgatuvchi mashina boryapti. Pоворотniga burilmas, yoqmasdan burilib boryapti. Qarasam yana ayol kishi ichida. Ayollar, sizlar qanaqa qilib yurmoqchimisizlar? Hop, o'rgatuvchi yoningizlarda, o'qituvchingizlar ham turibdi. Pоворотniga yoqmasdan burilib boryapsizlar, xato qilib, oddiygina yezdada shabloni umuman ham yodlamagan bo'lishingiz kerak. Yo otingizlari puli ko'p bo'lishi kerak, eringizlar bo'lsa, yo eringizlari puli ko'p bo'lsa, pravo olib amallab minasizlar. Bo'lmasa boshqa yo'li yo'q. To'g'ri, xato qilmasdan yurish o'rganinglar. Rulni tutib haydash bu nima emas, haydadim degan emas. Kimga bir o'rganuvchi bormi bunaqa? Bu yurishim. Ana bitta qoidani buzdi. O'rganuvchimiz pоворотniga yoqmadi.